Farzandingizga har kuni ha yoki yo'q bilan javob beriladigan savollar berasizmi? Unday bo'lsa, siz farzandingizning tafakkurini cheklayapsiz. Ko'pchilik ota-onalar bola bilan muloqotda "Bugun maktab yoqdimi? Darsingni qildingmi?" kabi yopiq savollarni ishlatadi. Ammo Harvard University tadqiqotlariga ko'ra, ochiq savollar nima uchun, qanday deb o'ylaysan, bolaning miyasida ijodiy va mantiqiy fikrlash markazini 40% faollashtiradi. Onasi bu nima deb so'raydi. Bola olma deb javob beradi. Suhbat tugaydi. Ammo olma nima uchun foydali deb o'ylaysan degan savolni bermaydi. Bola bu savolni eshitgach tahlil qiladi. Ana shunda tafakkur harakatga keladi. Stanford University nevropsixologlari aytishicha, mantiqiy savollar berilganda bolaning prefrontal korteksi va hippokampus qismlari bir vaqtning o'zida faollashadi. Oxford University tajribalari shuni aytadiki, har kuni 10 daqiqa fikrlash o'yini o'ynagan bolalarda ijodkorlik va muammo yechish ko'nikmasi 2 barobar tezlashadi. Finlandiyada bu thinking talk deya ataladi. Tayyor javob emas, savol orqali o'ylash o'rgatiladi. Shunday ekan, bizda savol tug'iladi. Farzandingizga siz har kuni necha marotaba nega, qanday deb savol beryapsiz? Bugun shu savolga psixologimiz javob beradi. 5 yoshli bolani mantiqiy fikrlashni sinab ko'rish bolada qanday qobiliyatlarni shakllantiradi degan bizda savol tug'iladi. Albatta, bolajonlarimizni tushunish darajasini, qiyosiy qobiliyatlarini, sabab-oqibat munosabatlarini va shu bilan birga kreativ fikrlashlarini rivojlantirishga qaratiladi. Biz farzandimizga mantiqiy savol beramiz. Ya'ni 5 yoshli farzandimizga biz savol berishimiz mumkin. Qaysi biri uchadi deb savol berib va javoblarini aytishimiz mumkin bo'ladi. Uni ko'rgazmali materiallar, didaktik materiallar bilan ham ushbu jarayonni amalga oshirsak, farzandimiz bilan yanada qiziqarli bo'ladi. Bunda farzandimizni nafaqat mantiqiy fikrlashi, shu bilan birga tasavvuri, uni ifoda etish qobiliyatlari ham shakllanadi. Farzandimizga savol berishimiz mumkin. Qaysi biri suvda suza oladi va shu bilan birga uni javoblarini ham ketma-ketlikda aytib o'tishimiz mumkin. Avtobus, baliq, poyafzal. Shunda farzandimiz bizga to'g'ri javob, masalan, baliq deb javob beradigan bo'lsa, bilamizki, farzandimizni mantiqiy fikrlash darajasi to'g'ri, normal holatda shakllanayotgan bo'ladi. Agarda farzandimiz savollarga javob berganda adashish holatlari ham yuzaga kelsa, buni normal qabul qilishimiz kerak. Chunki 5-6 ta savollar bilan farzandlarimizga murojaat qilganimizda, demak, mantiqiy savollar bilan murojaat qilganimizda unga to'liq javob bera olmagan taqdirda ham biz farzandimizni rivojlanishdan orqada qolyapti degan fikrda bo'lishimiz kerak emas. Adashib xatolarini to'g'rilab boradi. Bunda biz ota-onalarning vazifamiz farzandimiz noto'g'ri javob bergandan keyin ham yana bir o'ylab ko'r, yana bir fikrlab ko'r deb uni o'ziga qo'yib berishimiz kerak bo'ladi. Agarda 2-3 martadan keyin ham farzandimiz noto'g'ri javob beradigan bo'lsa yoki bo'lmasa to'g'ri javobni oxirida aytadigan bo'lsa ham buni to'g'ri qabul qilib, o'sha savolga javobni aniq, kengroq javob bilan farzandimizga tushuntirib bersak, farzandimizni anglagan holda ushbu jarayonni to'liq tushunib olishiga biz imkoniyat yaratib bergan bo'lamiz. Bunaqa mantiqiy savollarimizni yana bir nechta berishimiz mumkin bo'ladi. Buni albatta ota-onalar jarayondan kelib chiqqan holatda berilsa, bu bolani rivojlanishi uchun keng imkoniyatlarni yaratib beradi.